Assalomu alaykum. Qibray tumani axborot kutubxona markazi va 62608 harbiy qismi bilan hamkorlikda kitobxonlik haftaligining 5-kuni munosabati bilan Muhammad Yusufning tavalludiga tadbirimizni boshladik. Birga yurgan izingiz, qay o'g'ildan kamdir ayting qizingiz. Qiz yo'q uyda, tonglar erta otmaydi. Tomda oftob, ayvonda oy yotmaydi. O'g'il qanday do'st bo'ladi bilmadim. Bir kunda qamasdi. Faysalaga solmay aybi aniq edi. Yashashin Stalin. U dog'i o'tirib to'g'ri aytolmay hammaning oldida Stalin dedi. Stalin! Akajon, siz albatta qaytasiz. Albatta qaytasiz. Beshikdagi yorasi go'dak uchun ham albatta qaytasiz. Davom etamiz. Rayhon hidlaringni yo'llarimga sev. Meni qaroqshom ko'kka oy chiqqan. Faqat yig'lamagin aybim dedi. Aybing seni onang chiroyli tuqqan. Pochtaga yurt ketardi mo'minjon, kenjaga kelin izlab. Kampir tirik bo'lganda kamayardi zahmati. Tili shirin, gapga xo'p,